Assalomu alaykum Dilyorbek Yuz kanali obunachilari. Assalomu alaykum chorvasevar akalar, ukalar. Andijon viloyati Shahron tumani Do'lan mahallasida akalar. Yangi partiya mollarimiz keldi. Go'rni Altaydan kelgan mollar mana. Orqa pas. Orqalarini ko'rsatib o'taman. Bitta ko'rsatishga harakat qilaman akalar mana. Mollarda bo'yi 1.5 dan 1.25, 1.30 lik mollar ham bor bu yerda akalar mana. Maza qilib boqaman deganlarga oqsil kasalligidan chiqqan. Mana akalar. Videoga like'lar bosib turinglar akalar. Mollar narxi bomba bo'ladi. Mana akalar mana. 130 bosh kelgan. İçidan 4 tacha sotildi hozir. Mana. Onlar paçka kelgan. Sifati buzilmagan mollar akalar. Mollarda boshlang'ich narxi akalar. Mana da kichkinasi ham mashhur, kichkinasi. O'sha. Onlar boshlang'ich narxini 17 million so'mdan mashhur mollar ichidan ikkita chiqarib beramiz akalar. Xayri barakasi bo'ladi. Sunnatiga o'tib beriladi akalar. Mana. 20 portdan rasa so'ragan chiroyli. Endi eng kattasidan chetdan 10 ta tanlab olaman deganlarga 25 millionga kelib tanlab olaveradi akalar. Oqsil kasalligidan chiqqan mollar. Pachaligini qarang, bunaqangi mollar zo'r. Simental deganga simentallaridan ham bor ichida. Mickey Mouse deganga Mickey Mouse. Hamma turidan bor. Qizilangiz deganga qizilangizdan ham bor akalar. Endi 17 dan 24 millionga ishimiz ko'p bitadi akalar. Mollar katta mollar.